Sizlar bilan Word dasturida yaratilgan, ya'ni jadvalni Excel dasturida, ya'ni o'zgarmagan holatda eksport qilishni o'rganamiz. Ya'ni mana shu jadvalni Excel dasturiga, ya'ni buzilmagan holatda, ya'ni o'tkazishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun, ya'ni o'tkazmoqchi bo'lgan jadvalimizni Word faylidagi jadvalimizni saqlanib olamiz. Fayl, saqlanib как, obzor. Mana bu yerdan HTML yoki tekst formatlarini saqlanib olishimiz kerak. Men esa masalan HTML formatini saqlanib olaman. Mana qayerga saqlanib qilish so'rayapti? Dokumentga saqlanib qilyapman. Saqlanib как. Xo'sh, mana saqlanib bo'ldi. Chiqib ketamiz. Xo'p, endi Excel, ya'ni ko'chirmoqchi bo'lgan Excelimizni ochamiz. Masalan, Excel ochib olamiz. Soздать list Microsoft Excel. Masalan 1 2 3. Xuddi mana shunday Excel ochiladi. Ana endi boyagi saqlanib qilgan Word faylidagi jadvalimizni Excel ga, ya'ni eksport qilamiz. Buning uchun faylga kiramiz. Открыть, obzor, dokument, ya'ni saqlanib qilgan joyimiz. Mana o'sha boyagi HTML formatda saqlanib qilib olganim. Mana buni kattartirib ko'rishimiz mumkin. Mana HTML variantda dokument. Ustiga bosamiz va Открыть tugmasini bosamiz. Mana o'rtoqlar, Excel dasturida, ya'ni bizni Wordda tayyorlagan jadvalimiz hech qanday buzilmagan holatda qanday Word yozilgan bo'lsa, xuddi shunday holatda o'tkazdik. Lekin mana bu yerda ko'rib turganingiz ikkita jadval bitta bo'lgan, ya'ni bu yerda Wordda xuddi shunday o'tgan bo'lishi mumkin. Xuddi mana shunday holatda bo'lishi mumkin. Lekin jadvalimiz umumiy ko'rinishi, ya'ni buzilmagan holatda, ya'ni Excel dasturiga ko'chirib oldik. Word dasturida qilingan, ya'ni har qanday dokumentlarni ham Excelga ko'chirishimiz mumkin. Buni bemalol to'g'rilab, ya'ni ularni to'g'rilab chiqishimiz mumkin. Ichidagi matnlarni. Yana xuddi mana shunday qiziqarli darslarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni unutmang. Keyingi darsimizda sizlar bilan Excel dasturida yaratilgan hujjatni, ya'ni jadvalni Word dasturida ochishni ko'rib chiqamiz.